Mana faoliyat deganda kech-kechlab ketib boramiz ya. Yo, nima bo'lib ketdinglar sizlar bunaqadikilar? Yo'l faoliyat dedim, faoliyat deb men kechida men ziltardan faoliyatga keldik-a. Ziltar biga yomon qizib ketib bordik. Varang churonglar men kirib chiqay, ko'ringlar qanday qizib ketdi. Onun ustiga men saydan azroq bir o'zgarishlar bor deydi baho jihatdan. Shuning sababi bormi ya? Bu Anvar aka 3 millionlik kartınınki bu təşviqat ravurs bo'pti juma. Ko'rilishni xel bo'lgan hamda manchilik ham foyda bo'lib ketadi deb o'ylamabdi ekanman. Yaxshi. Bizning mush xaridorlarimiz bizni qo'lga chiqib bo'tsa qabam. Eng muhimi shu. Hamdulillah ba'zi xaridorlar tushunmay qopti. Bu 10 kunlik kartini bir vaqtda xashlat qilib bo'lamdi yoki ham bu qanday ishlagandekchi. Endi buningda nurg'un xaridorlar bergan xaridorlar shunda qo'shib rozib chiqatdi adlarimiz. Masalan 500 kunlik bir choy jo'z qilgan bo'lsa yoki bir tug'ilgan kun qilgan bo'lsa 460 so'm to'lab chiqdi degan 8% bo'lgan ekan. 500 kundan 40 ga yetib borgan. 40 ga yetib bor degan gap. Endi 40 qo'y, endi hozirgi kunda hammamiz bilamiz pulda işte bu ortada 40 qo'y bo'lsa, men yo'q qolsa, endi bir shu bir jo'siga mechi bo'lsinmi, asol bo'lsinmi bo'ladi ekan. Shu jihatlarni ko'z tutib, tamoq turlarimizning bahosini xeyli avurs degdek tanishib beryapti. Bundan ham tanishib beramiz. To'xtab turinglar, men taslim qilaman. Mavo 8% e'tibor bir bor. Tamoqning bahosini tushadi. Tushadi. Biz xuddi o'ylashmabdi aka. Ya. Qalqim foydalansa ham. To'g'ri. Hammadan ham o'ynamasa qilmaydi. To'g'ri. O'zimizni o'ylashni qilmashmaydi. Şuna bir hamda begam seni çağırış sebep. Şuna bir xabardor bo'lib qolsin xaridorlarimiz deb. Vaqti shu aka? Vaqti shu 22-sida juma kunidan boshlab. 22-sida. Unda bo'lsa bola 22-sidan boshlab qarindoshlar. Men ziltarniki tamoqida o'zgarish bo'ldi, bahoda tanishish bo'ldi. Onunki ziltarga qanday vaqt kelib sizlarning işte bir oltin kartanglar bor ekan-ku desanglar kartini berdi. Onun 8% e'tibor qildi. 22-sidan boshlab butun tamoqda bahoda e'tibor bo'ldi. Onundan sırt her haftada men ziltarda yangi bir naqsh chekilgan bo'ldi. Shundaymi aka? Shunday. Unda esa shu 2024lik shu qish faslimiz nihoyat ma'nilik o'tadigan o'xshaydi. Unda esa qarindoshlar, faoliyat bo'lsin, taom bo'lsin, hammasi ziltar nihoyat yaxshi ep beryapti. Taomli qalda bizning Luqnoyanniki ziltar taom shaharni qo'llab turaylik.